Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun yana bir bor hayotiy muhim mavzuga to'xtalamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rlarga yaqin bo'lgan har bir oila a'zosi umuman olganda butun jamiyatimiz uchun juda muhim. Biz o'tgan safar nafaqaxo'rlarga tegishli ayrim cheklovlar haqida gaplashgan edik. Bugun esa o'sha mavzuning ikkinchi, yanada chuqurroq qismiga o'tamiz. Shu sababli agar siz hozirgina videoni ochgan bo'lsangiz, diqqat bilan tinglashingizni maslahat beraman. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga katta muammolar keltirishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu axborot hammaga kerak. Core of the problem xo'sh gap nimada? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. O'tmishda, ya'ni yaqin vaqtgacha nafaqaxo'rlarimiz qo'shimcha daromad topish imkoniyatlariga ega edilar va bu ularning asosiy nafaqa pullariga deyarli ta'sir ko'rsatmas edi. Asosan rasmiy ishga joylashganda yoki shartnoma asosida ishlaganda pensiya to'lovlari qayta hisoblanishi yoki to'xtatilishi mumkin edi. Lekin ko'pchilik pensionerlar, ayniqsa o'z-o'zini band qilganlar, hunarmandlar, kichik savdo bilan shug'ullanuvchilar, bog'dorchilik qiluvchilar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotuvchilar bu daromadlarni rasmiylashtirmasdan ham nafaqalarni to'liq olishda davom etishardi. Bu holat ko'plab pensionerlar uchun katta yordam bo'lib, ularga nafaqat asosiy ehtiyojlarini qondirish, balki hayot sifatini yaxshilashga ham imkon berardi. Davlat sizga nafaqa beryaptimi? Demak, qo'shimcha daromadingiz uni to'xtatib qo'ymaydi degan tushuncha keng tarqalgan edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgarishlar, ayniqsa raqamlashtirish va barcha daromadlarni shaffoflashtirish borasidagi islohotlar bu eshikni yopmoqda. Bugundan boshlab aniqrog'i yangi qonun va qarorlarga binoan har bir nafaqaxo'rning qo'shimcha daromadlari davlat tomonidan diqqat bilan kuzatilishi boshlanadi. Bu shuni anglatadiki, ilgari e'tibordan chetda qolgan yoki nazorat qilinmagan daromad turlari endi ko'z ostida bo'ladi. Eng asosiysi, endi ba'zi qo'shimcha daromad manbalari mavjud bo'lsa, nafaqa to'lovlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi, hatto ularning qisqarishiga yoki to'liq to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Bu aynan bu hamma nafaqaxo'rlarga taqiqlandi degan iboraning ikkinchi qismida yashirilgan asosiy mohiyatdir. Endi nafaqaxo'r o'zining barcha daromadlarini davlatdan yashira olmaydi. Davlatning maqsadi shaffoflikni ta'minlash va ijtimoiy adolatni tiklashdir. Main part 1 detail breakdown xo'sh. Kimlar bu yangi qoidalardan tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Keling, buni batafsil tahlil qilaylik. Birinchidan, rasmiy ish joyida ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar siz rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, holatingiz ilgari ham tartibga solingan edi. Ish haqingizdan ijtimoiy soliqlar to'lansa, pensiya jamg'armasi xabardor bo'lardi. Biroq yangi qoidalar shuni anglatadiki, rasmiy ish joyingizdagi daromadingiz pensiya miqdoriga avvalgidan ko'ra ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi hollarda agar oylik daromadingiz belgilangan eng kam ish haqi miqdorining ma'lum foizdan oshsa, pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki qisman to'xtatilishi mumkin. Misol uchun faraz qilaylik. 65 yoshli Otabek amaki biror tashkilotda yarim stavkada ishlayaptilar va oylik 1 million so'm maosh oladilar. Ularning pensiyasi esa 1 million so'm. Yangi qoidalar bo'yicha agar ish haqi daromadi belgilangan chegaradan aytaylik, pensiya miqdorining EXV foizidan oshsa, bu misol uchun olingan raqam. Ya'ni 6 ming so'mdan oshsa, Otabek amakining pensiyasidan ma'lum bir qism ushlab qolinishi mumkin. Davlat mantig'iga ko'ra, agar inson mehnatga layoqatli bo'lib, yaxshigina daromad topayotgan bo'lsa, unga to'liq hajmda ijtimoiy to'lov berishga hojat qolmaydi. Otabek amaki bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, holatini aniqlab olishlari kerak. Agar ular bu haqida xabar bermasalar va davlat bu ma'lumotni o'zi aniqlasa, nafaqaxo'rga nisbatan jarima qo'llanilishi ham mumkin. Ikkinchidan, o'z-o'zini band qilganlar va norasmiy daromadga ega bo'lganlar. Mana shu guruh eng katta xavf ostida. Ilgari ko'plab pensionerlarimiz uyda shirinliklar pishirib sotar, hunarmandchilik qilardilar, taksi haydab qo'shimcha pul topardilar yoki bozorlarda kichik savdo bilan shug'ullanardilar. Bu daromadlar ko'pincha rasmiylashtirilmasdi va davlat ularning borligidan bexabar qolardi. Biroq bugungi kunda barcha turdagi pul o'tkazmalari, bank kartalaridagi operatsiyalar, elektron hamyonlar orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar qattiq nazorat ostida. Soliq organlari va pensiya jamg'armasi endi banklar bilan yaqindan hamkorlik qilib,
nafaqaxo'rning kartasiga kelib tushayotgan pul o'tkazmalarini tahlil qilish imkoniyatiga ega. Misol uchun, Dilbar xola uyda doimiy ravishda somsaga chuchvara pishirib, mahalladagi bir nechta do'konga sotib turardilar. Har kuni uning bank kartasiga do'kon egalaridan 1.200 ming so'm pul o'tkazmalari kelib tushardi. Bu o'yiga 3-4 million so'm degani ilgari. Bu daromad muammosiz kelardi va Dilbar xola o'zining 200 ming so'mlik pensiyasini ham to'liq olardilar. Endi esa bu doimiy o'tkazmalar avtomatik ravishda soliq qo'mitasining tizimiga tushadi. Tizim bu kartaga kelib tushayotgan o'rtacha oylik daromadni pensiya jamg'armasiga xabar qiladi. Agar Dilbar xola bu daromadini rasmiylashtirmagan bo'lsa, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan yoki tadbirkorlik faoliyati uchun ruxsatnomalarga ega bo'lmasa, uning pensiya to'lovlari xavf ostida qolishi mumkin. Pensiya jamg'armasi uning kartasiga tushgan pul o'tkazmalari asosida daromadni aniqlab, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqadi va hatto bir qismini to'xtatib qo'yishi mumkin. Eng yomoni, agar bu holat uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, Dilbar xoladan ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytarish talab qilinishi ham mumkin. Bu esa ancha og'ir moliyaviy yuk bo'ladi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda, faqat davlat pensiyasidan kun kechirayotgan va qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmagan pensionerlar. Ularning pensiyalariga ta'sir ko'rsatilmaydi. Shuningdek, ma'lum bir miqdordagi daromadga ega bo'lganlar ham nisbatan xotirjam bo'lishlari mumkin. Masalan, agar qo'shimcha daromadingiz yiliga eng kam ish haqi miqdorining aytaylik 5 barobardan oshmasa, bu misol uchun olingan chegara. Ehtimol pensiyangizga ta'sir qilmasligi mumkin. Bu chegaralar doimiy ravishda yangilanib turadi. Shuning uchun bu ma'lumotlarni doimiy kuzatib borish muhim. Keyin, agar siz qonuniy ravishda o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va belgilangan soliqlarni to'lab turgan bo'lsangiz, demak daromadingiz qonuniy va shaffof hisoblanadi. Bu holatda ham pensiya to'lovlariga ta'sir kamroq bo'ladi. Chunki davlat sizning faoliyatingizdan xabardor. Shunga qaramay, pensiya jamg'armasi bilan doimiy aloqada bo'lish va barcha o'zgarishlar haqida xabar berish muhimdir. Main part exceptions to the rules, pitfalls and unobvious nuances albatta har qanday qoidaning o'z istisnolari va o'ziga xos jihatlari bo'ladi. Bu yangi tartib ham istisnolardan xoli emas, ammo ularni tushunish juda muhim. Aks holda tushunmovchiliklar yoki moliyaviy yo'qotishlarga duch kelishingiz mumkin. Birinchidan, ba'zi daromad turlari pensiya hisobiga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, mol-mulkni ijaraga berishdan olingan daromad agar soliq organlarida rasmiylashtirilgan va tegishli soliqlar to'langan bo'lsa, ko'pincha pensiyaga ta'sir qilmaydi. Agar siz o'z uyingizni, kvartirangizni yoki boshqa mol-mulkingizni qonuniy ijaraga berib, bu daromaddan soliq to'lasangiz, bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilmaydi. Davlat bunday daromadni past daromad sifatida baholaydi. Lekin bu daromad ham rasmiylashtirilishi shart. Agar siz ijaradan olingan daromadni yashirsangiz, bank o'tkazmalari monitoringi orqali aniqlanishi va muammolarga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, qisqa muddatli bir martalik daromadlar. Aytaylik, siz biror yaqiningizga yumushda yordam berdingiz va ular buning uchun kichik minnatdorchilik puli o'tkazishdi. Yoki biror eski buyimingizni internet orqali sotdingiz. Bunday bir martalik katta bo'lmagan o'tkazmalar odatda tizim tomonidan doimiy daromad manbai sifatida baholanmaydi. Biroq agar bu har kuni takrorlansa yoki muntazam tusga ega bo'lsa, masalan, har kuni etmay 1000 so'mdan bir xil yoki har xil odamlardan pul qabul qilsangiz, bu muntazam daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Uchinchidan, chet eldan olinadigan pensiya yoki daromadlar. Agar siz bir vaqtlar boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davlatdan pensiya olsangiz yoki chet elda yashovchi qarindoshingiz sizga muntazam pul o'tkazib tursa, bu qanday baholanadi? Odatda chet eldan keladigan pensiyalar yoki shaxsiy o'tkazmalar pensiya jamg'armasi tomonidan ish haqi yoki tadbirkorlik daromadi deb hisoblanmaydi. Biroq bu daromadlarning katta miqdorda va muntazam kelib turishi soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin. Agar bu mablag'lar O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatida ishlatilsa, soliq qonunchiligiga rioya qilish majburiy bo'ladi. Aks holda soliq kodeksining buzilishi sifatida qaralishi mumkin. Har bir holat individual ko'rib chiqiladi. Shuning uchun shubhali vaziyatlarda mutaxassis bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. 4-dan, nafaqa to'g'risidagi qonunchilikdagi tuzoqlar va noaniq nuanslar. Eng katta tuzoq bu ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etmaslikdir.
Agar siz qo'shimcha daromad topishni boshlagan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, davlat o'z tizimlari orqali bu ma'lumotni aniqlashi mumkin. Bunday hollarda nafaqat pensiya miqdori qayta ko'rib chiqiladi, balki sizdan ortiqcha to'langan pensiya pullarini qaytarish talab qilinishi ham mumkin. Bu jarayon yoqimsiz bo'lishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi pulni qaytarish uchun sudga ham murojaat qilish huquqiga ega. Ba'zan qonunchilikdagi o'zgarishlar kichik bandlar va eslatmalar ko'rinishida yashirin bo'ladi. Ularni oddiy fuqaro tushunishi qiyin. Masalan, bajarilayotgan ishlar uchun to'lanadigan haq tushunchasi nafaqaxo'rning qiziqishiga qarab kengayishi mumkin. Agar siz o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgansiz, lekin faoliyatingizga xos bo'lmagan boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatganingiz aniqlansa, bu ham muammoga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni siz masalan sartarosh sifatida ro'yxatdan o'tgansiz, lekin avtomobil ta'mirlash bilan shug'ullanyapsiz. Bunday holatlar qonun buzilishi sifatida baholanadi. Yana bir muhim nuansa bu ehson yoki sovg'a tushunchasi. Ba'zida qarindoshlar, do'stlar nafaqaxo'rlarga moliyaviy yordam ko'rsatishi mumkin. Agar bu muntazam bo'lmasa va katta miqdorda bo'lmasa, u holda odatda daromad sifatida qaralmaydi. Lekin agar har oyda bir xil odamdan bir xil katta miqdorda pul kelib tursa, bu soliq organlarining e'tiborini tortishi mumkin. Chunki bu daromadga o'xshab ko'rinishi mumkin. Shu sababli katta miqdordagi va muntazam pul o'tkazmalarida ehtiyot bo'lish zarur. Shuningdek, nafaqaxo'rning aliment olishi ham pensiyasi ta'sir qilmaydi. Chunki aliment daromad emas, balki qonuniy ta'minot hisoblanadi. Davlat tomonidan beriladigan bir martalik moddiy yordamlar, masalan, nogironlarga subsidiyalar yoki bayram munosabati bilan ajratiladigan pullar ham pensiyaga ta'sir ko'rsatmaydi. Qisqasi, nafaqaxo'r uchun eng muhim qoida bu shaffoflik. Davlat endi barcha moliyaviy operatsiyalarni ko'ra oladigan darajaga yetdi. Har qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lgan nafaqaxo'r bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilishi shart. O'zingizni ehtimol bilishmas deb aldamang. Bugungi raqamlashtirilgan davrda barcha ma'lumotlar avtomatik yig'iladi va tahlil qilinadi. Practical advice xo'sh, aziz do'stlar, bu yangi qoidalar sizga qanday ta'sir qilishini tushunib yetdingizmi? Endi esa amaliy harakatlar rejasiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, daromad manbalaringizni tahlil qiling. Agar siz pensiya olsangiz va qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, bu daromad turini aniqlang. Bu ish haqi o'z-o'zini band qilishdan olingan daromad, ijara puli yoki boshqa turdagi daromadmi? Har bir tur o'zining huquqiy tartibiga ega. Hatto mayda lekin muntazam daromadlar ham hisobga olinishi kerak. Masalan, qo'shningizning hovlisini tozalashga yordam berib pul olsangiz, bu bir martalik bo'lsa muammo tug'dirmaydi. Ammo agar siz har hafta o'sha qo'shningizga yoki boshqa 5-6 odamga shunday xizmat ko'rsatib, har safar pul olsangiz, bu muntazam daromad deb hisoblanishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Eng to'g'ri yo'l bu yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borish va vaziyatingizni tushuntirish. Agar siz qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, ulardan aniq maslahat so'rang. Qanday hujjatlar kerakligi, daromadni qanday rasmiylashtirish va bu sizning pensiyangizga qanday ta'sir qilishi haqida so'rang. Ular sizga qonunchilikning aniq moddalarini ko'rsatib, barcha savollaringizga to'liq javob berishlari shart. Malakali mutaxassislar sizga yordam berishga majbur. Ular sizga qonuniy yo'l bilan ishlashda davom etish va pensiyadan mahrum bo'lmaslik yo'llarini tushuntirib berishlari kerak. Rasmiy organdan ma'lumot olish shubhali mish-mishlardan ko'ra ishonchliroqdir. Uchinchi qadam, daromadingizni rasmiylashtiring. Agar siz o'z-o'zini band qilish faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, masalan, hunarmandchilik, repetitorlik, taksi xizmati litsenziyaga ega bo'lsangiz, uyda ovqat tayyorlash va sotish, u holda o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon juda soddalashtirilgan. Siz soliq qo'mitasining mobil ilovasi yoki davlat xizmatlari markazlari orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga belgilangan minimal ijtimoiy soliqni to'lab turishingiz kerak bo'ladi. Bu soliq miqdori odatda katta emas va sizga qonuniy ishlash, qo'shimcha daromad olish va pensiyangizga zarar yetkazmaslik imkonini beradi. Aksincha, o'z-o'zini band qilish orqali to'langan soliqlar kelajakda pensiyangiz miqdorini oshirishga ham xizmat qilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Qo'shimcha daromad topishdan qo'rqmasligingiz, balki uni qonuniy yo'l bilan amalga oshirishni o'rganishingiz kerak. 4-qadam,
kerakli hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, agar mavjud bo'lsa, mehnat daftarchangiz yoki mehnat shartnomangiz, bank hisob varag'ingiz haqidagi ma'lumotlar kabi standart hujjatlar kerak bo'ladi. Agar siz o'z-o'zini band qilgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tganligingiz haqidagi guvohnoma yoki kvitansiyalar ham kerak bo'ladi. Shuningdek, daromadlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, bank ko'chirmalari, tovar sotuvi yoki xizmat ko'rsatishga doir cheklar yoki shartnomalar ham talab qilinishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etish sizni ko'plab muammolardan xalos qiladi. 5-qadam. Konsultatsiya oling. Agar vaziyatingiz murakkabroq bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidagi javoblar qoniqtirmasa, professional yuridik maslahat olishdan tortinmang. Ba'zida qonunchilikdagi noaniqliklar yoki individual holatlar uchun alohida yondashuv talab qilinadi. Mahalliy huquqshunoslar yoki ijtimoiy himoya bo'yicha mutaxassislar sizga chuqurroq yordam berishlari mumkin. Yuridik yordam pul talab qilsa-da, bu sizni katta miqdordagi pensiyadan yoki ortiqcha to'langan pullarni qaytarish majburiyatidan qutqarishga yordam berishi mumkin. 6-qadam, doimiy ravishda axborotni kuzatib boring. Qonunchilik doimiy ravishda o'zgarib turadi. Ayniqsa, pensiya va soliqqa oid qonunlar tez-tez yangilanadi. Davlatning rasmiy veb-saytlarini, ishonchli yangilik manbalarini, shuningdek, bizning kanalimiz kabi ekspertlik resurslarini kuzatib boring. Yangiliklardan xabardor bo'lish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. Pensiya jamg'armasining Telegram kanallari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lish ham foydali bo'lishi mumkin. Unutmangki, davlatning maqsadi sizni daromaddan mahrum qilish emas, balki moliyaviy oqimlarni shaffoflashtirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Agar siz barcha qoidalarga rioya qilsangiz, muammosiz ham pensiya olishda, ham qo'shimcha daromad topishda davom etishingiz mumkin. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videoda biz nafaqaxo'rlarning qo'shimcha daromadlari bilan bog'liq yangi va muhim cheklovlar, shuningdek, ularning noaniq jihatlari va amaliy yechimlari haqida atroflicha gaplashdik. Endi davlatning raqamlashtirish siyosati tufayli har bir nafaqaxo'rning moliyaviy operatsiyalari nazorat ostida. Agar siz qo'shimcha daromadga ega bo'lsangiz, uni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirishingiz shart. Aks holda siz nafaqat pensiyangizning qisqarishi yoki to'xtatilishiga, balki ortiqcha to'langan pullarni qaytarishga majbur bo'lishingiz ham mumkin. Shuni unutmangki, bilim bu kuch. Ma'lumotga ega bo'lish sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va sizni harakat qilishga undadi. Endi esa sizdan bitta iltimos. Bugungi mavzu haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu vaziyat sizga qanday ta'sir qiladi? Sizningcha bu qoidalar to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Boshqa qanday savollaringiz bor? Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab muhim va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.